Yosh bolalar eshitib qo'yinglar. Sizlar chi deb tegizib ketdingiz, orqangizdagilar qoyil, farsaj ekan deydimi? Nima deysan sen? Shaxsan o'zing nima deysan? Cho'chib ketding. Bilasan nima deyishini? Mana shu qarg'ish bo'ladi. Endi bir bor kirib kelsang, demak qarg'ishlar yetib bordi-da. Endi mana qada bitta odamni diliga ozor berding, bitta tomchi tushdi. Paymona degan piyalangga men sizlarga tushuntirib qo'yay, soddaroq qilib. Yana bitta odamni diliga ozor berding, u sal Allohga bundan yaqinroqda, buniki 2 tomchi tushdi. Yana bitta odam bor, Allohning valisi bo'lib qolgan, o'zi ham bilmaydi. Uni dilini otuvding, o'sha yarim piyola sirazi quyildi. To'lganda nima bo'ladi? To'ntariladi. Chuqurga tushib ketdingmi, stolbaga olib borib soldingmi, odam urib yubordingmi, pachag'ing chiqib ketdimi, paymoning to'lib slif bo'ldi bitta. Chiyda tutilib turib ketadi. Qoyil deymiz-a?